Hammaga salom. Bugun sizlar bilan birgalikda aynan mana shu va mana shu ko'rinishdagi makiyajni birgalikda qilib ko'ramiz. O'xshasa like bosib ketasizlar. Buning uchun bizga kerak bo'ladi. Bitta qarab ko'raymi, balki oynada oq. Bizga kerak bo'lgan narsani mana shu korzinочкаning ichiga solamiz. 2 xil chayin, konsiler, tush, kistочка, подводка, fiksator qoshga, sponj, jigarrang qalam yo'q. Eplab olamiz. Ishdan boshlaymiz. Qoshni salgina bo'yaymiz. Qoshni ingichkaroq qilish kerak ekan. Yo'q, ingichka emas, tekis qilish kerak ekan. O'shaning uchun avval fiksatorda qotiramiz. To'pni qilib qoldi endi. Xuddi shunaqa buyog'ini ham qilamiz. Endi qoshimizni konsiler bilan to'g'rilaymiz. Sizlarga aytadigan bo'lsam, bu yil 9-sinfni bitirdim. Ya'ni maktabni bitirdim. Ishonasizlarmi, ishonmaysizlarmi, 1 million pul shundoq bitiruvimni o'ziga kirib ketib qolibdi. Unga ham alohida video chiqib gapirsammikin. Suv bormi? Suv. Yo'q ekan, mayli. Erinibman borib, ana o'qib kelishga. Ko'rinyaptimi? Da ko'rinyapti. Endi tok rastashofka qilamiz. Bu makiyaj menimcha menga yarashadi. Chunki ko'rgan edim o'tgan yilmi, undan oldingi yilmi. Chiqib vaqtlarim yil bo'lgan payt erinib ko'rgan edim. Hozir unaqa makiyajlar qilishga vaqtim yo'q. Prosta video olishim uchun ana bu nima edi? Aktivim tushib ketmasligi uchun video olyapman. O'z tushibam bo'lgan, uni ko'tarish kerak. 10 minutdan oshiq bo'lishiga men garantiya beraman. Bu videoni. Bo'ladi. Endi konsilerni olamiz va yuzimizga boyab chiqamiz. Mana stilistlar yonida ipeshib olaman. Agar stilistlar ko'rayotgan bo'lsa, kechiringlar. Rostdan ham shunaqa. Salonda qilinadigan narsalarni o'zim hal qilib tashlayman. Pishagan. Bu makiyajning nomi tigr makiyaj deyiladimi? Nima bala makiyaj deyiladi? Shuni sizlar bilan ko'rgim keldi. Endi ko'zimizga podvodka chizamiz. Podvodka chizolmayman. Bundan nariyoqqa egilib ketmasligim kerak ekan. Bu hali boshlanishi. Bunisini ham chizishim kerak. Shoshmay turinglar. Bu ko'zimni daqiqa qarab chizaman. Telegram kanalidagi qizlar bilan muhokama qilib, mana shu makiyajni qilishga qaror qildik. Agar sizlarda ham makiyajga takliflar bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimga o'tib yozsanglar, albatta inobatga olaman va o'sha makiyajni qilib chiqaman. Agar yozsanglar, mana shu makiyajni qiling,
Mana shunaqa makiyaj qilib ko'rsating desanglar, bemalol qilaman. Menda yana bitta fikr uyg'onib turibdi, что 2010-yil tug'ilganman. 2010-yillarni makiyajini ham qilib ko'rmoqchiman. 2010-yil tug'ilgan, 2010-yil trend bo'lgan makiyaj. Rakurslar tez almashdi va shut up hali tugamadi. Endi bizga kestachoka va mana bu yo bunda qaranglar, pushti svet yoqib ko'raychi, to'xtab turinglar. O'zgarish yo'q. Bunda pushti ranglar ko'p ekan, o'shaning uchun mana bundan foydalanamiz. Bu jigarrang ranglar bor. Sal kamerani pastroq qilib buni doro ko'tarsam sal yaxshiroq bo'lar ekan, endi bildim. Endi avval mana bu rangda ko'zimiz ustini bo'yaymiz. Odamlar avval podvodka chizib, keyin ko'zini bo'yaydi. O'tamiz. Xudoyim, bismillahirrohmanirrohim. Aytdim, chiqib qo'yaman hozir. O'rtoqlar, chiqib qo'yaman dedim. Hali boshlanishi. Endi mana podvodkani yopish uchun qora rangli chelni olamizda. Burasi to'kiladi. Men bu yerdan bo'yayim. Oy, tashqariga chiqib ketma. Qayrilib boqsa asta men tomon, aylanmas sabon. Bu pari shu pari kimning pishagi? Pishagim. Qayrilib boqsa asta men tomon, aylanmas sabon. Aslida bu makiyajni ko'rgan bo'lsanglar, men bu yerdan mundoq chiqaradi. Lekin men chiqaramayman. Shuni o'ziga qilayotgan ekan. Voy, Batmanga o'xshab qoldimmi? Nicho. Endi yana konsiler olamiz. Va nima qilamiz hozir aytaman. Mana bu yerdan tekislaymiz. Buni ham mana bu yerdan tekislaymiz. İşte yopish uchun. Va bilamizki, qiyshiq chizibmiz. Zato без эффект. Burnimni qilamiz hozir. Endi mana bu konsiler qotib turguncha biz burnimga correction berib, bu burnimga rastishofka qilmagan ekan. Korrektiv berib bo'yaymiz burnimni. Oyim keldi, oyim keldi. Oyim, normal. Mana shu ko'radiga etapchiq. Oy. Assalomu alaykum. Yo'lbarsga aylanyapman. Yelim yo'lbarsu. Ana. Tigirchalarni chizib chiqamiz. Daleko qo'shib. Nega? Charchadim. Charchab uxlab qoldim. Kiyimni tashib ketibdi. Lipojaga shunaqa tashlaymiz. Qanday? Dahshat chiqyapti.
Bunga kontur bermabman, mayli, hozir beraveramiz. Chiqartirib kelish kerak. Vaqtdan chiqartirib kelamizmi? Zoira kelinadi ekan. Mana shunaqa bo'yab chiqamiz hammasini. Mana qara. Aptini qara, bu maymundir. Qo'lim bilan tashlayman. Menga aytmadi dedi, uxlayapsan ekan. Men kecha aytdim-ku, esda chiqib ketdi. Joyincha qarayapti. Erta qarayapti. Men uxlagim kelyapti, shebolim, uyqum kelyapti. Jigaranglab pomadam bo'lmaganligi uchun jigarangchani pomada qilaman. Unga video qilyapsan? Video qilyapman. Ay, bilib qoldim. Sizam bujuqlarga o'xshab. Aytdim-da. Mayli, xohlaganinglarcha gapiravringlar, barib kesib tashlayman. Makiyajimiz tayyor bo'ldi. Agar keyingi makiyaj qanaqa bo'lishini xohlasanglar, kommentariyga yozib ketinglar. Albatta o'sha makiyajni ham qilib ko'ramiz. Va bu meni makiyajim, endi qolganini keyingi videolarda ko'rasizlar.